Xitoy Qur'oni Karim musodara qilganligini inkor qildi. Xitoy tajovuzchilari 24-sentabr kuni Sharqiy Turkistonning Kordi shahrida Qur'oni Karim, jaynamoz va boshqa ibodatga munosabatlik buyumlarni musodara qilish haqida uqtirish qilgan. Bu uqtirishni tarqatgan Kandu kentining kent sekretari va uning ayol yordamchisining ovozi ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalgan edi. Keyin mazkur uchur 27-sentabr va 29-sentabr kunlari Yevro Osiyo torbiti, Erkin Osiyo radiosi qatorliq nurg'un axborot vositalarida keng tarqatildi. Biroq 28-sentabr kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Lokang Beijingdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida musulmonlarning Qur'oni Karim va jaynamozlari musodara qilingan xabarlar tarqaldi. Bu ahvolni qanday tushuntirasiz degan savolga javob berib, bu so'zlarning hech qanday asosi yo'q. Xinjiang xalqi baxtlik yashamoqda deb javob berib, shunchalik aniq fakt oldida yolg'on aytib, xalqaro jamiyatni aldab o'tgandan o'tib olmoqchi bo'lgan. Assalomu alaykum qo'shnilar, tinchlikmi, mijozinglardami? Mau ma'lum Bezden macaynamas Kur'an'ı beremeyenler et bayrak çıkışkağa çıksanlar bu diken. Kündü mau şöyle götürüp ekeli pek çapatasıp kettiler. Biz bir Kur'an bilen nemini çıkamayız, cenemazni. Çukur maşmaya çıpaş kurgan şulacağımız olmaydıken bizden eliş hukukumuz yokken. Şu tünün bugün dönemde ben ammay tuğan temi mercan yorum ammadı. Et egen müşün nemini çıksanlar. Bayrak çıkışkağa şu yerin evelsek bu diken. Ma Kangdu mahallesidagi barliq urug'liqlar tushdan keyin Xinjiang vaqt soat 2 bilan shu tekchi bir 3-binoning keyindagi maydonda shu yuzini oshkorlash to'g'risida mushta bir cho'nkalamlik yig'in ochilganga bekitilgan. Hammanglar shu qatnashib bo'lsanglar. Anandan keyin shu uqtirib qo'ydigan bir ish hamda bu yerda yuzini ma'lum qilgan ish dedi qo'ya. Bo'lsa shu uyinglardagi namoz o'qiydigan kichik joy namozlar Qur'on kitobli bo'lsa, ashad naq maydon topshirib yetinglar. Agar bu Xitoy bilan Pokistonning iqtisod koridori xatar ichidami? Hindistonning xabar manbalarida Xitoy bilan Pokistonning iqtisodiy koridori dunyoda davolg'ush bo'layotgan rayonlardan o'tadiganligi. Bu rayonda ba'zi tashkiloti, Taliban qurolli kuchlarining borligi tilga ilingan. Xabarlarda Xitoy bilan Pokistonning iqtisod koridori Pokistonning Balojiston o'lkasi, Gilgit qatorliq rayonlardan o'tadiganligi. Navbatda bu rayonlardagi xalqlarning allaburun tashvishga tushganligi. Hatta Xitoy bilan Pokistonning planlari shu rayondagi xalqqa kuchlik dushmanlashish engini paydo qilganligi. Xitoyning malqachilangan poyezd vagonlarining bexatar o'talishimi eng diqqat qiladigan masalaning biri ekanligini oshkorlagan. Xitoy bilan Pokiston iqtisod koridorining markazi bo'lgan Gwadar porti Pokiston shaharlari ichida islom qurolli tashkilotlarining hujum nishoni bo'lib keldi deganlarni qayd qilgan. Xalqarалық tashkilotlardan Arakan musulmonlarga yordam chaqiriqi. Xalqarалық 18 insonparvarlik yordam tashkiloti Berma hukumatini armiya va asabbiy buddistlarning hujumlari sababidan insoniy tragediyani boshdan kechirayotgan Arakan musulmonlarga insonparvarlik yordam berishga chaqirdi. Balalarni qutqizish fondi va xalqaro nomrodlikqa qarshi kurash tashkilotini o'z ichiga olgan 18 insonparvarlik yordam tashkiloti tarafidan bu haqda e'lon qilingan qo'shma bayonotda 25 avgust kuni Berma armiyasi va asabiy buddistlarning hujumlari boshlangandan buyon Arakandagi fuqarolarga yaydiganga insonparvarlik yordam buyumlari yetib bormaganligi ta'kidlandi.